5-Mekron Bog'odash territoriyasidan 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqib, 3-qavatda tayyor bo'lgan holatda 2 tomonlama двухсторонний proyektli kvartiramiz. Zal qismida biza chiroyli remont qilib qo'yilgan holatda kattagina zal, o'zini televizorlari bilan birga uyimizda e'tibor bering, birorta ham balka tushmagan, remontlari chiroyli chiqqan shu uchun bu tomonda esa uyimizni kattagina koridor qismi, bu tomonda uyimizning sanuzol qismi akkuratli kafilchalar bilan ta'mirlangan, litiy unitaz, akril vanalar, aristonlargacha hammasi o'rnatib qo'yilgan holatda spaynamizni ko'rib o'tamiz. Eshiklari podzakaz MDF eshiklardan 3 millionlik eshiklar o'rnatib qo'yilgan ekan. Kattagina spayna qismi, duh spaynasi, shkaflari, turmolari, bu tomonda televizorlargacha hammasi o'rnatib qo'yilgan holatda. Endi oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Mana shu kvartiramizni ijaraga berilsa agar bu territoriyada 300-350 dollarlargacha bemalol ijara berib bo'lar ekan. Kuxmel garniturasi, stiralkasi, xaldinlari, gaz plita vichkalari hammasi tayyor holatda. Asosiysi gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammosi bo'lmagan kvartiramiz. Mana katyollari ham o'rnatib qo'yilgan. Bu xotirni narxini egalari 56.800 dollarga baholayaptilar. Kelishtirib arzon qilib beriladi. 3-qavat 2 xonali kvartiramiz. Bog'odash Powerwood deb kelaverasizlar. Aytgancha, kommentariyada kvartiramiz puliga arziydimi, yo'qmi, fikringizni bildirib o'ting. Sizlar bilan Royal ko'chmas mulk agentligi.